Ayolini haqorat qilgan er. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Salomatmisizlar? Yana bir tongga yetkazgan Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Ustozimiz bir voqeani aytib bergandilar. Ya'ni bu o'z ayolini onasidan haqorat qiladigan erkaklar uchun bir saboq sifatida. Ya'ni bir erkak har doim ayolini onasidan so'karkan. Shunda bir kuni ayol bir donishmandning huzuriga borib, "Hazrat, erim meni kunda onamdan haqorat qilib so'kadi. Menga shunday bir yo'l o'rgatingki, erim mana shu yo'ldan qaytsin. Meni onamni haqorat qilishdan tiyilsin. Axir onajonim vafot qilganlar-ku", deb yig'lab yubordi deydi. Ayolning dardini tinglab bo'lgan donishmand shunday javob qildi. "Eringni onasi hayotmi?" Ayol javob berdi, "Yo'q, erimning ham onasi vafot qilgan." "Unda bir ish qilasan. Qabristonga borib, eringni onasi qabrining tuprog'idan olasan, bir hovuch, hamda o'zingni onangning qabri tuprog'idan bir hovuch olib, alohida bir xaltachaga solib, devorga osib qo'yasan. Shunda ering haqorat qilganida eringga o'sha xaltachalarga qarashni aytasan. Xaltalarga qarasin va shunda bir hodisaning guvohi bo'ladi. Zoraki mana shunda qaytsa", degan bir hikmatni javob qildi deydi. Ayol keldi, qabriston borib onasining hamda qaynonasining qabrini tuprog'idan oldi. Shunda o'sha donishmand aytgandek xaltachalarga solib devorga osib qo'ydi. O'rgangan odat o'rtansa qo'ymas deganlardek, haligi nima bo'ldi-yu, eri kelib yana ayolini haqorat qilib bir nimalar deb tashladi. Shunda ayoli "Devorga qarang, devordagi osilgan xaltalarga qarang", dedi. Shunda haligi bir xalta qimirlab, qum solingan xaltacha qimirlab qo'yardi. Eri hayron bo'lib, "Buning ichida nima bor?" deb so'radi. Va ayoli shunday javob qildi. "Mana bu qimirlamagan xalta mening onamning qabrining tuprog'i. Mana bu qimirlab turgani esa sizni onangizning qabridan olingan tuproq. Siz har haqorat, meni onamni haqorat qilganingizda sizni onangizning qabrining tuprog'i qimirlab qo'ydi. Bilingki, bu so'zingizni azobi, jazosi sizni onangizga ham boryapti", degan javobni qildi deydi. Shunda haligi eri birpas jim bo'lib qoldi-da, keyin yig'lab yubordi. Tavba qildi-da, ayoldan uzr so'radi. "Onasi, meni kechir. Men bu darajada gapirayotgan gapim og'ir ekanligini bilmasdim", degan javobni qildi-da, kechirim so'rab va bu aytadigan gapini qaytib aytmasligi uchun Allohga qasam ichdi va tavba qildi. Bu-ku tavba qilibdi, lekin tavba qilmaydiganlarcha ularga o'zi tavfiq bersin. Shuning uchun aytishadiki, har bir insonning qilgan savob, yaxshilik amallari albatta uni ota-onasiga manfaat bo'lar ekan. Qilayotgan har bir yomon gunohlari esa ota-onasiga azob bo'lib borar ekan. O'zi panoh bersin.